Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni va like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, bizda tezkor xabar. Barselona Abduqodir Husanovni sotib olishi mumkin. O'zbekistonlik futbolchi Abduqodir Husanov Kataloniyaning Barselona klubiga o'tishi mumkin va bu haqda sport ommaviy axborot vositalari xabar bermoqda. Manchester City 21 yoshli himoyachini ijaraga berishi yoki uni sotib olish narxiga teng summaga sotishni rejalashtirmoqda. Futbolchiga da'vogarlar orasida Italiyaning Grande Juventus va Kataloniyaning Barselona klublari tilga olinmoqda. Agar Juventus Husanovga juda muhtoj bo'lsa, Barselona futbolchining kichik maoshi va Manchester City bilan yaxshi munosabatlari tufayli ijara variantini o'rganmoqda. Avvalroq ham Kataloniyaning klubi Manchester Citydan futbolchilarni ijaraga olgan edi. Barselona tezkor va jismonan kuchli himoyachiga muhtoj. Klub yozda ikki futbolchi bilan xayrlashmoqchi. Moliyaviy muammolar tufayli klub katta sarmoyalarsiz tarkibni kuchaytirishga muhtoj va Husanovni ijaraga olish kataloniyaliklar uchun eng yaxshi yechim bo'lishi mumkin. Shuningdek, Abduqodirning himoyaning qanotlarida ham o'ynay olishi uni ayni paytdagi barcha imkoniyatlar orasida eng yaxshi variantga aylantiradi, deyiladi manba xabarida. Kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni va like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.